Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari hamda futbol muxlislari. Bizda yangi loyiha, ya'ni futbol vaqti ko'rsatuvi. Biz bu ko'rsatuvimiz orqali futboldan tashqari va futbol ichidagi muhim xabarlar, voqeliklar bilan suhbatlashamiz hamda bahs olib boramiz. Demak, bugungi ilk ko'rsatuvimizning mehmoni Murodjon Ermatov, Barselona futbol klubining 15 yillik muxlisi, qadrloni. Assalomu alaykum Murod aka. Alaykum assalom, rahmat. Kayfiyatlar qanday Murod aka? Xudoga shukr, rahmat, kayfiyatlar a'lo. Yaxshi. Murod aka, sizga ilk savolim, nima uchun aynan Barselona? Buni jamoani tanlashimga birinchi sabab bu oilaviy muhit. Ya'ni dadamning Barselona muxlisining Barselona klubining muxlisi bo'lganliklari. Shundan keyin esa o'zimda qiziqish bo'lib, Barselonaning o'yinlarini ko'rib, uning zavqidan zavqlanganim uchun, Barselona o'yinlaridan zavqlanganim uchun shu klubga muxlislik qilishimga bo'lgan qiziqishim ortgan edi. Demak, bu yoshlikdan paydo bo'lgan. Albatta. Aha, endi qarang, Barselonaning hozirgi so'nggi o'yinlardagi mag'lubiyatiga nima sabab bo'lyapti? Sizningcha? Barselonaning so'nggi o'yinlari albatta Barselona muxlislarini juda xursand qilayotgani yo'q, chunki ketma-ket mag'lubiyatlar va omadsizliklar bu har bir klubda uchrab turadigan holat. Asosiy sabab deb biror narsani keltira olmaymiz, chunki bunda murabbiy xatosi yoki o'yinchilarning jismoniy tayyorgarligi yoki jarohatlar deb birinchi sabablarni keltirishimiz mumkin. Xo'p. O'zim so'nggi o'yinlarni qoldirmasdan kuzatib boryapman. Bunda asosiy narsa futbolchilarda realizatsiyaning yetishmasligi, ya'ni hujumlar qilganda kerakli vaziyatlardan gollar olmaslik yoki himoyadagi qo'pol xatolar yoki asosiy tarkib o'yinchilarining jarohatlari bu mag'lubiyatlariga asosiy sababchi bo'lib deb o'ylayman. Murabbiy to'g'risida-chi, Xavining ketish yoki ketmasligi, bunga fikringiz qanday? Xavini uzr gapingiz bo'ldim, oxirgi so'nggi intervyusida men ketaman deb intervyu bergan ekan, o'sha so'nggi intervyusida mavsum tugagach Barselonadan tark etishini aytdi. Xavini men yoshligimdan taniyman va uni juda kuchli futbolchi sifatida hurmat qilaman. Murabbiy sifatida? Murabbiy sifatida esa unga ozroq tajriba kerak hali. O'zi uning biroz tajribasizligi bo'lishi mumkin, balki yoki kerakli vaziyatda kerakli qarorlarni qabul qila olmasligi ham bunga biror bir sabab bo'ladi deyishimiz mumkin. Lekin agar so'nggi intervyularni ko'rgan bo'lsangiz, nafaqat murabbiy, balki futbolchilarning o'zlari ham tan olishdi. Shunday. Ayb murabbiyda emas, ba'zi futbolchilarning o'zlarida. O'zi Barselona jamoasiga Xavining kelishi to'g'rimidi? Barselonaga Xavi kelganiga 2 yil bo'ldi va bunday 2 yil oldin Barselonaning moliyaviy jihati juda og'ir ahvolda edi va boshqa top murabbiylar kelishi yoki ularni keltirish uchun yetarlicha mablag' yetarli emasdi. Shuning uchun Barsaga Xavining kelgani bu to'g'ri qaror deyman, chunki Barselonaga Xavining kelishi natijasida ko'plab yosh o'yinchilar porlab chiqishdi. Misol uchun Gavi yoki Hector Ford yoki Pau Cubarsí, Lamine Yamal bular Barselonaning yosh javohirlari hisoblanadi. Xavining yoshlar bilan ishlash texnikasi bu Barsaga kerakli vaziyatda o'yinchilarning o'rnini to'ldirishga juda asqotdi. Demak, Murod aka, siz bilan ko'rsatuvdan oldin suhbatlashganimizda Barselona jamoasiga 15 yildan buyon muxlislik qilyapman dedingiz. Xo'p, o'sha 15 yil mobaynida siz kuzatgan Barselona jamoasining top 3 ta eng zo'r o'yinlarini aytib bera olasizmi? Albatta, axir Barselonaning har bir o'yini yuragimda muhrlanib qoladi. Pastdan boshlaylik, top 3 talikdan. Top 3-o'rinda 2017-yil aprelda bo'lgan El Clasiconi aytib o'tish mumkin. Unda Barselona 3-2 hisobida g'alaba qozongan. Unda 92-daqiqaning 48-soniyasida Lionel Messining zargarona zarbasidan so'ng g'alaba qozongan edi. Ikkinchi o'rinda esa 2010-yilda Barselona va Real o'rtasida yana bir El Clasico. El Clasicolar har bir o'yin shiddatli bo'lgan, xoh mag'lubiyat, xoh durang, xoh g'alaba bo'lsin, o'zgacha bir o'yin taqdim etadi. O'shanda Barselona 5-0 hisobida g'alaba qozongan va La Ligadagi ajoyib mavsumini davom ettirgan edi. Birinchi o'rinda? Birinchi o'rinda esa albatta ko'pchiligimiz sezgan, kutgan comeback, ya'ni remontadani nazarda tutishimiz mumkin. 2017-yil 9-mart kuni
Barselona hamda PSG o'rtasidagi 6-1 hisobdagi g'alaba. Kambek evaziga qo'lga kiritilgan g'alaba. O'sha o'yinda jonli efirda ko'rish vaqtiga muyassar bo'lganman. Undagi emotsiyalarni shunchaki his qilish kerak. His qilish kerak. To'ppa-to'g'ri. Jumladan men ham his qilganman. Xo'p, Murod aka, hozir bizda qisqacha videorolik bor. Unda Barselona jamoasining so'nggi 5 mavsumda Chempionlar Ligasida kiritilgan eng chiroyli gollari saralab olingan. Hozir birgalikda o'shani tomosha qilamiz. Marhamat. Murod aka, gollarni ham tomosha qildik. Ajoyib va chiroyli gollar kiritilgan albatta. Shunday, Barselonaning har bir o'yini, har bir gollari yurakka o'zgacha zavq beradi. Albatta, siz uchun bu, boshqalar uchun, Real Madrid muxlislari uchun bu teskari bo'lishi mumkin. Xoh Realchi, xoh Barsachi bo'lsin, har bir futbol muxlisi albatta chiroyli kiritilgan gollardan zavq oladi. Bunda aynan Real yoki Manchester United yoki Barselonaning kiritgani emas, undagi go'zallik, undagi estetik zavqim. Xuddi shunday gapingizga qo'shilaman. Hozir bir fikringizga quloq soldim. Siz o'tgan oldingi El Klasikolar ajoyib bir shiddat bilan kechgan degan bir fikrni aytib o'tdingiz. Hozirgi El Klasikolarchi nima yetishmayapti? Hozirgi El Menimcha oldingidek bir shiddatni taqdim eta olishmayapti o'yinchilar. Oldingi shiddatni taqdim etish uchun Realga Mourinho, Ronaldo, Ramos, Barsaga esa Messi, Suarez va Guardiola kabi figuralar yetishmayapti. Demak shunday. Xo'p, Murod aka, bu mavsum natijalar qanday bo'ladi? Bu mavsum O'shalar to'g'risida aytib o'tsangiz. Nimalar kutyapsiz Barselona jamoasidan? Yaqinda bo'layotgan nimchorak final, Chempionlar Ligasi nimchorak finaldagi Barselona Napoli o'yinini kutyapman. Bunda Barselonaning keyingi bosqichga o'tish uchun bor kuchini ishga solishiga umid qilaman. Shuningdek, Ispaniya ligasida hozirda 4-o'ringa ketayotgan bo'lsa ham jamoamiz oxirigacha kurash olib boradi va nasib qilsa yuqori o'yinlar bilan yakunlaymiz. Hozirgi paytda Barselona jamoasiga qaysi transfer kerak? Qaysi futbolchi kerak? Nima deb o'ylaysiz? Xo'sh, hozirgi paytda aytadigan bo'lsaylik, Barselonaga hujumda Lewandowskiga haqiqiy o'rinbosar bo'ladigan qotil hujumchi va Lewandowskining yonida yurish uchun chap qanotga hujumchi bo'lsa yomon bo'lmasdi. Sizningcha kim? O'shalar aytib o'tasizmi ismini? Menimcha birinchi ismni aytishni o'tishi mumkin, lekin moliyaviy fair play va moliyaviy muammolar tufayli ular kelmasligi mumkin. Moliyaviy anaqani chetga surib turamiz. Sizningcha kim kerak? Qaysi futbolchilar? O'zim Mbappeni xohlagan bo'lardim, Barselona kelishini. Hujum chizig'iga. Hujum chizig'iga Mbappeni xohlagan bo'lardim, chunki u markaziy hujumda ham, chap qanot hujumida ham juda yaxshi o'ynay oladi. Shuningdek, markaziy hujumni agar Holland kabi qotil o'yinchi bo'lganda bunga ham yod emasdik. Himoyaga hech qanday o'yin shart emas. Himoyamizda albatta Araujo, Pau Cubarsí, Christensen, Kundi kabi juda kuchli himoyachilarimiz bor. Hozirda darvozabonimiz Ter Stegenning jarohati ularning ham o'yiniga ta'sir qilmoqda. Darvozabonimiz jarohatdan tiklanib qaytsa, haqiqiy Barsa himoyasini ko'ramiz degan umiddaman. Yaxshi. Murod aka, endi o'zingizning orzungizdagi jamoangizni tuzsangiz, ya'ni Dream Team. Aynan Barselona bo'lish kerakmi yoki umumiy futboldan? Umumiy futboldan jamoani tanlaysiz, o'yinchilarni o'zingiz belgilaysiz. Farqi yo'q, qaysi mavsumda o'ynagan, o'zingiz xohlagan o'yinchilar, murabbiyni ham o'zingiz tanlaysiz. Yaxshi. Darvozadan boshlaymiz. Darvozabonlikka men o'zimning orzuyimdagi futbolchi bu Gianluigi Buffon. Himoyachilar. O'ng qanot himoyasiga Milanning afsonaviy tarkibi va braziliyalik bo'lgan Cafu. Chap qanotda esa Real Madridning afsonaviy chap qanot himoyachisi Roberto Carlos. Markazga esa Maldini va Puyol. Yarim himoya markaziga uchlik Xavi, Iniesta hamda Zidane tanladim. Hujumning o'ng qanotida Lionel Messi, chap qanotda Ronaldinho va hujumda braziliyalik Ronaldo. Portugaliyalik Ronaldo zaxirada. Portugaliyalik Ronaldo zaxirada dam olib tursin. Murabbiylikka esa Sir Alex Ferguson tanlagan bo'lardim. Demak, bu jamoa Barselona jamoasi. Jamoaga esa Barselona albatta. Murod aka, sizga mazmunli, ajoyib suhbat uchun katta rahmat. Sizga ham rahmat.
Bundan keyingi ishlaringizga omad, nafaqat sizga, ya'ni Barselona jamoasining bundan keyingi o'yinlariga ham omad tilaymiz. Albatta, bundan ko'proq chempionliklarni qo'lga kiritishi nasib etsin. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Mana hurmatli futbol muxlislari, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizni tomosha qilganingiz uchun sizga rahmat aytamiz. Agar biz bilan futbol haqida gaplashmoqchi yoki suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, bizning quyidagi manzillarimizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Biz albatta siz bilan bog'lanamiz hamda futbol haqida qiziqarli voqeliklar haqida suhbatlashamiz.